voy nech pul? Hozir o'tirib oling. Uy olish ham ancha osonlashib qoldi. Faqat hozir bitta like bosib qo'ying-da, uy qidirayotgan yaqinlaringiz bo'lsa hozir tashab qo'ying. Sotilib ketadi menimcha bu narxga. Mana qarang, tayyor remontdan chiqqan uchastka-yu 1.7 sotiga tushgan bitta kirsa rostdan hovli qutichadek keladi, lekin bitta mashina, menimcha ikkita mashina ham ketadi. Tashqarida bitta salozili, общий, letniy kuxnasi ham bor. Eng qiziq podvoli ham bor ekan, mana qarang. Podvoli ham вообще скромный qilib qo'yilgan. Bu ham takoy xona ham menimcha qilib qo'ysa bo'lsa kerak, bilmadim. Uyga bitta kirsa, bitta oshxona turibdi. Mana telefonda ko'rib aytayapman-da. Oshxonada tayyor mebel texnikalari bilan. Undan tashqari qarang, общий katta hol bor-da. Holga ham mebel, televizor, devorlar qo'yib, o'tda ham bitta xona qilsak bo'ladi. Hol va oshxonadan tashqari 4 ta xona, orqa hovlichasi ham bor, havo aylanadigan joyi. Aynan mana shu xonadonni bilasizmi, nech pul? 103 mingga bosib yuborsangiz bo'lar ekan. Ishoning, menimcha ishkalanlar. Xonobodda ekan shundoq. Yo'l yuzidan taxminan 200 metrlar ichkarida ekan. Borib ko'ring-da, agar xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, menimcha ishkalanlar bor-ku. Bosib yuboring, bitta like bosing-da, Inomarka uylar kanaliga hozir podpisasi tashab qo'ying. Zo'r uylar chiqyapti, ishoning, juda ko'pchiligi sotilib ketyapti.